qanaqa oppoq va go'zal. Lekin ba'zida nafsingning gapiga kirib, unga juda ham xunuk dog' tekkizasan. Va odamlar u dog'ni ko'rib qolishidan qattiq qo'rqib, uni berkitishga urinasan. Lekin qancha berkitishga urinma, ba'zida bu dog'lar hammaga ko'rinib qoladi. Va sen sharmanda bo'lasan. Bu esa juda ham og'riqli holat. Xo'sh, nima qilish kerak? Avvalo, dog' tushirmaslik kerak. Lekin dog' tushdimi, uni berkitish emas, uni tozalash kerak.